ish vaqtida eng ko'p ishlatadigan so'zingiz qaysi? Shogirdlarni qidiraman deb oyga qattasan. Men venam aytmasga banday musulmon senga. Odam yuzi bor deylar. Yuzi bor deylar. Tezroq ortlaring. Tezroq ortlaring. Hop. Hop, mana. Siroj sizda qaysi biri? Menda ham hop. Hopmi? Hop. Xo'p deyapman-ku. Hoy be degan so'zim. Alo, Bobesh. Hozir tomog'im qaqrab yotibdi, ko'p gapira olmayman. Intervyu olmoqchi edik sizdan. Hoy be yoki. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Bir narsa qildimmi men birovga? Mana ol, uni qo'y. Mana buni ol, anini qo'y. Bu kimning moli? Bu kimning moli? Eng ko'p o'ylab ko'ring, qaysi ko'p ishlatasiz? Menimcha bugunga yetar. Kech bo'ldi. Yotib uxlash kerak. Ertalab ishga boramiz. Ha, qop kirdi, nima endi? Ha, qop kiring. Moshularida.